O'g'il bolani bitta do'sti bo'lishi mumkin. Agar tirik bo'lsa, otasi do'sti bo'ladi. Yo'q, o'g'il bolaga boshqa do'st. Hamma sizni o'zining yo'lida foydalanadi sizdan. Hayot shunaqa. O'shaning uchun hamma bilan to'g'rima-to'g'ri turib gaplashib, o'z yo'lida, lekin otani maslahatini ko'proq olish kerak. Agar otang shu darajada aqlli bo'lmasa, o'qimagan bo'lsang, baribir otani maslahatini olish kerak. Chunki ota bitta do'st bor, ota sizni hech qachon chuqurga itarib ketmaydigan. Elak chuqurda turgan bo'lsangiz, ovozingizni eshitib yoningizdan indamay o'tib ketmaydigan bitta zot bor. Bu yerdagi eng ulug' zot ota. O'g'il bolani bitta do'sti bo'lishi mumkin. Agar tirik bo'lsa, otasi do'sti bo'ladi. Yo'q, o'g'il bolaga boshqa do'st. Hamma sizni o'zining yo'lida foydalanadi sizdan. Hayot shunaqa. O'shaning uchun hamma bilan to'g'rima-to'g'ri turib gaplashib, o'z yo'lida, lekin otani maslahatini ko'proq olish kerak. Agar otang shu darajada aqlli bo'lmasa, o'qimagan bo'lsang, baribir otani maslahatini olish kerak. Chunki ota bitta do'st bor, ota sizni hech qachon chuqurga itarib ketmaydigan. Elak chuqurda turgan bo'lsangiz, ovozingizni eshitib yoningizdan indamay o'tib ketmaydigan bitta zot bor. Bu yerdagi eng ulug' zot ota. O'g'il bolani bitta do'sti bo'lishi mumkin. Agar tirik bo'lsa, otasi do'sti bo'ladi. Yo'q, o'g'il bolaga boshqa do'st. Hamma sizni o'zining yo'lida foydalanadi sizdan. Hayot shunaqa. O'shaning uchun hamma bilan to'g'rima-to'g'ri turib gaplashib, o'z yo'lida, lekin otani maslahatini ko'proq olish kerak. Agar otang shu darajada aqlli bo'lmasa, o'qimagan bo'lsang, baribir otani maslahatini olish kerak. Chunki ota bitta do'st bor, ota sizni hech qachon chuqurga itarib ketmaydigan. Elak chuqurda turgan bo'lsangiz, ovozingizni eshitib yoningizdan indamay o'tib ketmaydigan bitta zot bor. Bu yerdagi eng ulug' zot ota.